Menga qarang, siz meni eshitmay o'tirsam bo'ladimi? Ha deb qanaqa qarasangiz yosh qizlarni modellarni olib chiqaraverasizlar. Meni ham oling. Boshladingizmi? Men Oydin, vrachman. Yoshim 55 yoshda, pensionerkaman. Nargizdani men 20 yildan beri taniyman. 20 yildan beri Nargiza qayerda ishlasa orqasidan yuraman xullas. Toshkentda qoshimni rastushovka qilganda buzib qo'yishgan. Keyin surishtirib, o'sha 20 yil avval Nargizaga kelganman. Shunaqa chiroyli qilib qo'ygan. Shundan beri faqat Nargizaga ishonaman. Yuzimni, umuman o'zimni holatimni. Chunki vrachman, qo'rqaman har xil kosmetologlardan. Vrachlik uchun, doktorlik uchun Nargizaga men o'ta ishonaman. Mana bugun yuzlarimga ukol oldim, lablarimni chiroyli qilib asvejit qilib qo'ydilar. Namlantirib qo'ydilar. Demoqchimanki, faqat yoshlar bas, bizga o'xshagan pensionerlar ham o'ziga qarab yurish kerak. Lablarimiz yoshimiz o'tgan sari kichrayib, ichkariga tortilishni boshlaydi. Parvarish qilish kerak, uhud qilish kerak. Nargizaga keldim, mana chiroyli qilib, meni 20 yosh qilib qo'ydilar.